Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin as-sadiq wa'adul amin. Allahumma la ilmana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Allahumma 'allimna wa yanfa'una wa anfa'una bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'arinal haqqa haqqan warzuqna tibbah wa arinal batila batilan warzuqna jittibah وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون وأحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ilm olish sirlari Imom Zarnujining kitoblarini o'qib, uni sharhlab ko'rgan inshaalloh. Hop, 3-fasl ilm ustoz va sherik tanlash va bu ishda mustahkam bo'lish haqida. Bugungi 3-faslimizda shular haqida inshaalloh suhbat qurar ekanmiz. Talaba ilm va kasbning dunyo va oxiratga foydasi ko'prog'ini tanlashi kerak. Nima qilish kerak ekan? Talaba ilm va kasbni dunyo va oxiratga foydalirog'ini, ko'prog'ini, ya'ni foydasi ko'proq bo'lganini tanlash kerak ekan. Ilmda tavhid ilmi va aqidani birinchi navbatda o'rganadi. Ilmda qaysini o'rganish kerak ekan birinchi? Tavhid bilan aqida ilmini o'rganish kerak ekan. Tavhid ilmi iymon va e'tiqod masalalarini ilmiy asosli dalillar bilan o'rganishi shart. Nima qilish kerak ekan? Ya'niki dalillar bilan aynan shu tavhid ilmi va iymon va e'tiqod masalalarini ilmiy bo'lgan dalillar bilan o'rganish kerak. Ya'niki har qanday narsaga ko'r-ko'rona ergashib ketish kerak emas ekan. Zero muqallid, ya'ni ota-ona ajdodlariga ergashuvchining iymoni durust bo'lsa ham dalil va hujjatni tark etgani uchun qattiq gunohkor bo'ladi. Ya'niki ota-onangiz nima qilsa ham o'sha yokida kattalar shu nima qilsa ajdodlarga qarab ergashish ham yomon emas, durust, ammo uni dalil bilan qidirib keyin ergashish kerak. Ko'r-ko'rona ergashish kerak emas ekan. Ya'niki mushriklar ham nima qilgan edi? Bizni ajdodlarimizga ergashamiz deb dalillarga e'tibor bermasdan ularni tan olmagan edi. Allohning vahdoniyatini Qur'oni Karim va ahadisi nabaviyaga asoslanib bilib olmoqligi hamda uni zarur o'rinda keltira olish tekshirish kerak. Ya'niki Qur'oni Karimda keltirilgani va o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarmi yo'qmi, shular haqida inshaalloh ko'rib, keyin unga ergashish kerak ekan. Aqida masalalarining qadimgilari, ya'ni payg'ambarimiz va sahobai ikromlar davri asri saodatdagilar tanlashi lozim. Ya'niki o'sha masalalarni o'sha qadimdagilar, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahoba ikromlar davridagilar bilan solishtirgan holatda tanlash kerak ekan. Ya'ni paydo bo'lganlarni tanlamaydi, chunki keyin chiqqan narsalar Qur'on hadisga xilof bo'ladi. Sufi Allohiyyor rahimahulloh mahkam tutgin jamoat e'tiqodin, nari solgin muxolif ijtihodin degan ekanlar. Keyingi paytda bo'lgan aqidaviy masalalar, suluklar zalolatga boshlaydigan yo'l ekanini bildiradilar salaf ulamolar. Demak, keyingi paydo bo'lgan bidatlar nima ekan? Zalolatga qarab anaqa ish qiladi. Yetaklar ekan. O'zingizga atiq, ya'ni eski, ya'ni asliga yaqin vaqtda mavjud bo'lgan ilmlarni oling. Ayniqsa aqida ilmini sofini tanlab oling. Yangi paydo bo'lganlardan saqlaninglar degan ekanlar. Demakki, nimani olishimiz kerak? O'sha eski zamondagi asliga yaqin bo'lgan davrdagilarni o'rganishimiz kerak ekan. Sen ham keyin paydo bo'lgan ixtilof, janjalga sabab bo'ladigan aqida masalalaridan uzoq bo'l va bu ish bilan shug'ullanishdan tiyilgin. Ya'niki har qanday fitnalar keltirib chiqaradigan savollar tug'iladi-ku aqlimizda. O'shanday narsalarni insonlar bilan tortishib yoki olimlar bilan tortishdan saqlangin deyapti. Chunki u ixtilof janjalga sabab bo'ladi. Bunday ishlardan shug'ullanmagan deyapti. Bu Imom Zarnuji aytibdiki, toliblariga shunday deb maslahat beryapti. Sizlarga ya'ni. Chunki bu nizolarning hammasi buyuk zotlarning inqiroz va halokatlaridan so'ng zohir bo'lgan. Nima bo'lgan ekan? Buyuk. Subhanalloh. Bu talabani ilm hosil qilish,
fiqh asoslarini o'zlashtirishdan chalg'itadi. Nima qilar ekan? Chalg'itadi. Ilm, nima bo'ladi? Ilmdan chalg'itadi. Shayton Ilmlardan hammasi chalg'itib qo'yarkan. Mashalloh. Umrini zoyi o'tishiga sabab bo'ladi. Qalbda dushmanlik tug'diradi. Vaholanki bu kabi ishlar qiyomat kuni yaqin qolganining alomatlaridan bo'lib, ilm ko'tarilgani, fiqhning qadrsizlanganini bildiradi. Nima bo'lar ekan? Qalbda dushmanlik tug'dirar ekan. Bu ishlar nimadan dalolat berar ekan? Qiyomat yaqinligidan, ilmni ko'tarilayotganidan, ya'niki ilmni qadri tushib ketayotganidan. Ushbu ma'nolarning hammasi hadisi sharifda vorid bo'lgan. Ammo ustoz tanlashda asosan quyidagilarga ahamiyat qilish kerak. Olimroq bo'lgan, ya'niki o'sha olim bo'lib amal qilgan. Men aytganim o'tgan safar zohir, ya'niki ko'p amal qiladi, lekin ilmsiz. Yo'q, biz ham amal qiladigan va yana ilmli bo'lgan kimni tanlashimiz kerak ekan? Olimni. Parhezkor va taqvodorroq bo'lgan. Ya'niki o'sha har narsada parhez qiladigan, kam gapiradigan, kam uxlaydigan, kam suqum bo'ladigan, shikasta dil bo'lgan, taqvodor bo'lgan, ya'niki dinni har qanday ahkomlarga amal qiladigan insonni tanlash kerak. Yoshi ulug'roq, tajribali, ahli ilmni ustozlikka ixtiyor qilmoq kerak. Yoshi ulug'roq bo'lish kerak ekan, tajribali bo'lish kerak ekan, shularga e'tibor berishimiz kerak. Shu shartlar asosida Imom Abu Hanifa rahimahulloh hazratlari o'z ustozlari Hammod ibn Sulaymon janoblarini ko'p fikr ta'ammul yuritganlaridan keyin tanlagan ekanlar. Ya'niki Imom Abu Hanifa ham o'zlarining ustozlari bo'lgan Hammod ibn Sulaymonni janoblarini ko'p fikr qilganlaridan keyin, ko'p shu insonni kuzatganlaridan keyin aynan shu sifatlarga, yuqorida keltirilgan sifatlarga mos bo'lganlari uchun keyin tanlagan ekanlar. Bu haqda Imom Azamning o'zlari men u kishini ulug', mo'ysafid, salobatli viqorlik, yumshoq ko'ngil, xushmuomala, sabr va matonatli ko'rdim deb eslaydilar. Ya'niki ustozlari nimalar ko'rgan ekanlar? Xushmuomala. Mo'ysafid bo'lgan ekanlar. Xushmuomala, anaqa sabrli, oqko'ngil. Matonatli bo'lgan ekanlar deb eslar ekanlar. Shuning uchun u zotning huzurlarida qoldim. Mustahkam va sobit turdim. Ya'niki o'sha narsalarni, o'sha go'zal sifatlarini ustozlarida ko'rganlaridan keyin ustozlarga bor kuchlari bilan ergashib, ularni aytganini qilib yonlarida qolgan ekanlar. Natijada ustozimning fayz va barokatlari bilan o'sdim. Yetuklik pillapoyalariga ildam qadam tashladim. Natijada esa ustozlarini shu ilmlarga ega bo'ldilar. Ya'niki ustoz tanlaganingizdan keyin uni sevishingiz kerak. Ya'niki uni hurmat qila olishingiz kerak. Shunda ilmingiz barokatli bo'ladi. Haqiqatdan ham bu zot yetuk, komil va ulug' inson edilar. Samarqandlik donishmand menga bir yigit ilm olish haqida mashvarat soldi. Buxor sharifda ilm olishni azm qilganini, boshqalarning ham fikrlarini bilish niyati borligini izhor qildi. Xuddi shunday har bir ishda maslahat solish, fikr almashish shartdir. Alloh taolo kalomi majidida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mashvarat va maslahat bilan o'zaro kengashib ish yuritishga buyuradi. Shuro surasining oyatlarida mo'minlarning axloqi hamidalarini vas etib, ularning ishlari o'zaro kengashdir dedilar. Ya'niki mo'minlarning eng katta go'zal sifatlari nima ekan? Maslahat qilib, keyin kengash tuzib, har bir masalada maslahat qilib ish olib bormoqligi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto uy yumushlarini ham ashabi kiromlar bilan maslahatlashib hal qilar edilar. Hattoki biz shu kundalik qiladigan oddiy yumushlarni ham kim bilan maslahat qilgan ekanlar? Ashabi kiromlar bilan. Hazrat Ali radhiyallohu anhu kishi maslahat so'rab halok bo'lgan emas. Demakki, kishi maslahat so'raganda halokatga yuz tutmas ekan. Qachon halokatga yuz tutadi? So'ramagan holatda. Deydilar, deganlar dono xalqimiz, kengashli to'y tarqamas deb bejiz aytmagan. Kengash o'zaro maslahat bilan qilingan ish puxta va pishiq bo'ladi. Oqibati nazarda o'tkazilib, ziyon va zarardan saqlanish hamda imkon qadar foydali va sermahsul bo'lib ro'yobga chiqarishda ta'minlanadi. Donishmandlar kishilarni 3 toifaga taqsimlaganlar. Nechta toifaga taqsimlangan ekan? 3.
biri butun va to'liq kishi, yana biri yarim kishi, oxirgisi esa hech narsa bilmagan kishi. Biri ya'ni hamma narsani biladi, birisi o'rganuvchi, uchinchisi esa hech narsani bilmaydigan odam ekan. Birinchisi, qadri butun kishining to'g'ri fikri, o'z mulohazasi bor. Shunday bo'lsa ham albatta maslahatlashib ish qiladi. Ya'niki birinchi inson qanaqa ekan? Butun endi anaqa nimaga so'raydigan. Biladi, hamma narsani o'zi biladi, lekin baribir maslahat olib ko'radi. Ammo ikkinchi toifalar yuqoridagi foydali sifatlarni biridan mahrum kishilardir. Ya'niki ikkinchi odam bitta shu foydali sifatdan mahrum ekan. Fikr bo'lsa maslahatlashmaydi yoki aksincha boshqalarning mulohazalari bilan qiziqmaydi. Ikkinchi odam qanaqa ekan? Birovlarni anaqasi bilan qiziqishmas ekan. Maslahat so'ramas ekan, lekin o'zi bilar ekan, lekin maslahat so'ramas ekan. Fikr ham tez va oson o'zgaradigan bo'ladi. Ya'niki fikri tez o'zgarib qolaverar ekan unaqa odam. Ya'niki bitta maqsad qo'ysa, u yo'lga borish nima bo'lar ekan? Almashib ketaverar ekan. Har kimning maslahati ma'qul kelaveradi. Ya'ni har kimning maslahati, ya'ni qaysi ishda unga foyda borligini o'zi yaxshi bilmaydi yoki foydasini zararga aylantirib qo'yadi, o'z boshimchalik qiladi va hokazo. Ammo uchinchi toifa qadrsiz kishilarda o'z fikr mulohazasi bo'lmaydi. Ya'ni uchinchi toifada nima bo'lar ekan? O'z mulohazasi, O'zi o'ylab ko'rmaskanda. shu bilan birga maslahatlashmaydi. Boshqalarning fikrlariga qo'shilmaydi. Ra'yini hurmat ham qilmaydi. Demak, inson komil izzat ikromli jamiyat va oilasida o'z mavqeini topishi uchun fikr va mulohazasiga har jabhada ega bo'lishi kerak. Nima bo'lishi kerak ekan? Ega bo'lish kerak. Nima uchun? Komil inson bo'lish uchun, yana nima uchun? Izzat ikromli bo'lish uchun, oilasida, jamiyatda nima topish uchun? Mavqe topish uchun o'z fikriga nima bo'lish kerak ekan? Ega bo'lish. Lekin bari nima qilish kerak ekan? Savol berish maslahat so'rash kerak. Shu bilan birga uning to'g'ri foydali bo'lishi alohida ahamiyatlidir. Hazrati Ja'far Sodiq Hazrat Sufyon Savriy rahimahullohga: "Ey Sufyon, dunyo va oxirat ishlaringda albatta iymonli va taqvoli kishilarga maslahat sol. Ular bilan kengashib yur" degan ekanlar. Demakki, dunyo ishida ham, oxirat ishida ham nima qilishimiz kerak ekan? Maslahat So'rashimiz kerak ekan. Kengashib yurishimiz kerak ekan. Bu hikmatda ushbu nozik nuqtalar ahamiyatlidir. Birinchidan, kishi o'z fikriga ega bo'lishi kerak. Birinchisi nima ekan? o'z fikriga ega bo'lish kerak. Maslahat so'rashdan oldin baribir nima bo'lish kerak? O'zingizni bilish kerak. Ikkinchidan, fikrni to'g'ri bo'lishga harakat qilish kerak. Nima bo'lish kerak ekan? Fikriga ega, To'g'rilanish, to'g'ri bo'lish to'g'ri kerak. yo'l. To'g'ri bo'lishga harakat qilish kerak. Uchinchidan, har bir ishda katta yoki kichik, dunyo yoki oxirat ishlariga aloqador bo'lsin. Nima bo'lish kerak? Katta, kichik yoki dunyo yoki oxirat ishlariga aloqador bo'lishi kerak ekan. Boshqalarning ham fikr va mulohazalarini o'rganishi. Nima qilish kerak ekan? O'rganish kerak. Boshqalarning ham fikr mulohazalarini o'rganish. Agarda qandaydir savollar tug'iladigan bo'lsa, daftarlaringni olib yozib qo'yishlar mumkin inshaalloh. Yoz qo'yib. Mashalloh. E'tibor qilishi faqat o'zini foydasidir. Faqat kimga foyda keltirar ekan shunaqa qilishi? So'ragan olim, So'ramagan o'ziga o'ziga zolim. Subhanalloh. To'rtinchidan, maslahatgo'ylar taqvoli aytganini o'ziga ham amal qiladigan insonlar bo'lishi maqsadga to'g'ri yo'naltiriladi. Ya'ni nima bo'lish kerak? Maslahat so'raydigan odamingiz nima bo'lish kerak ekan? O'zi ham bilish kerak. taqvoli bo'lish kerak ekan. Endi aytgan gapiga o'zi ham amal qilish kerak ekan. Masalan, yolg'on gapirma deb amr ma'ruf qilsa-yu, lekin o'zi amal qilmasa yokida shu maslahat so'ramoqchi, yo domla yoki mana shu yo ustoz, shu sizdan shu narsani so'ramoqchi edim. Yoki ustozingiz bo'lmasa, bitta musulmon do'stingiz bo'lsa, yoki sodiqiy bo'lsa, borib so'rasangiz, masalan, do'stim, buni qanday qilsa bo'ladi deyishdan oldin, u inson o'zi shu narsaga amal qiladi, taqvodor va taqvosiga amal qiladigan to'g'ri maslahat bera oladigan insonmi yo'qmi? Ko'r-ko'ronni borib hammadan so'rab, ko'r-ko'ronni ergashib ketavermaslik kerak ekan. Ilm o'rganish eng oliy martabadagi ishlardan hisoblanadi. Qanday martaba ekan? Eng oliy. Naql qilinadiki, ilm talabida bo'lish nafl ibodatlar qilishdan ko'p marta afzaldir. Ana ko'rdingiz,
ilm olish deb talabaga, ya'ni ilm talabida bo'lish, ya'ni sizlarga o'xshash talib ilm bo'lish ko'pgina nafl namoz yoki